aka buni bu yerga kelib juda xursand bo'ldik aka. Buni sizni ko'rdik, buni ukalarni ko'rdik, Allohim nevaralarni ko'rdik. Bunday mehmonlarni ko'rdik aka. Bunday og'aynilaringiz bor ekan ish qilib. Allohim tanajoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Yengam bilan qo'sha qarib, baxtli saodatli bo'ldi. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu ukalarning yaxshi kunlarini ko'ring, nevaralarning yaxshi kunlarini ko'ring. Chevaralarning to'ylarini yaxshi kunlarini ko'rish nasib qilsin. Bosh bor, qosh bor. Umringiz uzoq bo'lsin, yuzga kiring aka. Sog' bo'ling. Sizlarga ham xonalardan Yuzlardan o'tib yuring ota. Tomonlarimiz tinch bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Sog' bo'linglar. Yashang. Mana bugun qo'shaloq bayram. Podsha 1-may tug'ilgan kuningiz. Avvalambor sizga sog'lik salomatlik tilayman. Obcha bilan qo'sha qaring. Bolalarni, nevaralarni, chevaralarning rohatini ko'ring. Mana shu Ismoil aka sabab shu yerda siz bilan tanishdik. Avvalambor katta rahmat Ismoil aka. Mana sizga ham ana baxtiyor aytmoqchilik, dorixona diplomini topshirdi sizga. Dorixonachilar qatoriga qo'shildi-da, pochcha. Mana niyatingizdan xolis ekan, mana nevarangiz farmatsevtikada o'qiyapti ekan Chimkentda. Tanishtirdingizmi? Mana safimiz yana ko'payapti ekan. Ustoz shogirdlik abadiy davom etsin Erkin aka. Hammalaringizga nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga erishib, sog'liklaringizga sog'liq qo'shilib, uzoq vaqt yashash nasib etsin. Mana shu davramiz kengaygandan kengayversin. Hoji aka, mana juda yaxshi chiqibsiz. Rossiyadan hamkasbimiz kelibdi. Mana shu O'zbekistondan alangali salom sizlarga ham. Shu dorixona sohasida qayerda bo'lmaylik, xalq uchun, inson uchun xizmat qilishdan charchamaylik. O'zbekistonimiz tinch bo'lsin, gullab yashayversin. Biz shu soyasida yurib dam olaveraylik endi. Rahmat. Bir ajoyib tartibli inson, o'g'illari bor, mana juda yaxshi. Mana nevara o'g'li boriga xizmat qilyapti, mehnatini ayamasdan. Tursuboyjonga mana Erkin akam, Ergashonim yaxshi gaplarni gapirdi. Biz ham shu gaplarga qo'shilamiz. Nimaiki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa amalga oshsin. Bolalaringizni rohatini ko'ring. Bolalaringiz bosqichma-bosqich katta-katta lavozimlarga ko'tarilsin. O'zingiz doim sog'lik, salomat bo'lib, shularga bosh bo'lib yuring. Hamma vaqt yaxshilik kunda mana shunaqa to'y tomoshalarda o'tirib, bir-birimiz bilan diydor ko'rishtiraylik. Rahmat. Hozircha chiroyli gaplar bo'ldi-da. Haqiqatan ham bularni bilmagan odam haqiqiy aptekar deydi. Kecha marakaga bordilar, ustozni marakasiga, shu yerda hammasi aytadi, bular qaysi aptekada ishlagan? Qaysi tumanda? Men aytdim, hamma sentralni aptekarning boshlig'i mudirlari dedi. Hech qaysi dedi, "Yo'q" dedi, shunday ajoyib insonlar ekan deb hammasi xursand bo'lyapti. Lekin bitta narsa qoyil qolyapman, haqiqiy ana ko'p odam havas qiladi aptekaga. Nimaga? Birinchisi aniqlik, tozalik, sog'liq uchun kurashadigan bu soha. Ismoil akamning orqasida mana ikkita shunday inson bizni safimizga qo'shilib, mana shunaqa bir bizni bag'rimiz to'ldirib yuribdi. Har doim, lekin boshqa aptekalardan bo'lib o'tib ketdi. Chunki har o'tirishda, har qanday marakada birinchi o'rinda. Aniq vaqtda yetib keladi, aniq hamma aytilgan vaqtni o'z vaqtida bajaradi-da. Lekin o'zimiz aptekalar sal dangasa bo'lib qoldik hozir. Bahonamiz ko'payib qoldi. Bunday deymiz-da. Shuning uchun Turdi aka, do'stlaringizga, mana bolalaringizga havas qilyapti. Shunday farzandlaringiz bor ekan, og'zi havasini ko'ring. 100 yoshlaringizda mana tabriklash nasib qilsin. Alloh hamma yaxshi niyatlaringizni ijobat aylasin. Xudo xolasa katta hajlarga borib hoji bo'lib kelganda hammamiz borib ziyorat qilaylik. Hammalaringizga yaxshi kunlar. Bugun butun jahon mehnatkashlar kuni bayramini tabriklaymiz. Avvalo mana juma kuni bilan muborak etamiz. Jumani fayz barakati hammaga ato qilsin. Sog' bo'linglar.
Mana ulug' yoshga kiribsiz. Xudoning shu kunga yetkazganiga shukr. Nevaralaringizga bosh bo'lib, bu ishlarning doim oqsoqol bo'lib yuring shitib. İçimizde kattamiz sizlardir bu ishlarning. Shu ish qilib shu sog' salomat bo'lib, bolalaringizga bosh bo'lib, elning boshi bo'lib yuring. To'y tomoshalaringiz boshda bo'laylik. Mana shunaqa mana jo'ralar bilan ifatchilik qilishlaringiz davom etsin. Chunki qancha ko'p elga qo'shilsangiz, shuncha yosharib boraverasiz, xudo qalasa. Xudo qalasa. Xudo qalasa. Shunday bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Shu kunlardan ayirmasin. Yaxshi kuningiz ko'proq bo'lsin. Mana bolalaringizga, nevaralaringizga bosh bo'lib, boya aytganingizdek katta boshlarning boshida bo'ling. Eshonbobo bilan qolgan yel bilan boshqa bilan o'sha yerda bizdan kamarbasta bo'lib yuraylik. Siz soyangizda. Sog' salomat bo'ling aka. Endi bu ham Onorboy jo'ram bu ham davom ettiradi. Qurduboy aka ajoyib ko'p bo'ldi aka. Hammasi ijobat bo'lsin aka, Alloh tomonidan. Topqanlar faqat yaxshi kunlarga nasibsin. Yangam bilan qo'sha qarang aka. Farzandlarining, nevaralarining xuzoratini ko'ring, bosh bo'lib yuring. Xudo qancha yosh bersa, kam ko'z yosh bering aka. Rahmat. Tabriklayman aka. Mening gapimni to'qishtirmaydi. Nima deymiz, mana Eshonboyim yuqorida yaxshi tilaklar bildirdi. Akalar, hoji akam shu yaxshi tilaklarga qo'shilgan holda ota 80 yosh yubiley to'yingiz qutlug' bo'lsin. Ömrünüz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Enam bilan qo'sha qarib, sog' salomat bo'lib, mana nevara, bola chaqa hammamizning huzurimizni ko'rib yuringizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yashang.